eng yuqori haroratda eriydigan metalman. Shuning uchun aviatsiya va kosmik texnologiyalarda volframni boshqa metallar bilan almashtirib bo'lmaydi. Grafit bugun ko'proq muhim. Masalan, bitta elektromobil batareyasida o'rtacha 50-70 kilogramm grafit ishlatiladi. Bu litiydan ham ko'pligini bilasizmi? Ammo yuqori texnologiyali ishlab chiqarish uchun mustahkam kesish asboblari kerak. Dunyo bo'yicha bunday asboblarning 60% dan ortig'i volfram karbitidan tayyorlanadi. Elektromobillar sonining bunaqa tez o'sayotganiga qarasak, 2030-yilga borib, grafitga talab 3-4 baravarga oshadi. Volframning zichligi esa oltin bilan deyarli teng. Shuning uchun men radiatsiya himoyasi va aerokosmik balanslash tizimlari ishlashini ta'minlayman. Men esa energiya inqilobining yuragiman. Tesla, BYD va Ciatel kabi kompaniyalar batareyalarda grafit anodlardan foydalanadi. Buni qo'ying, kelajak energetikasi haqida gaplashsak, termoyadro reaktorlarida plazmaga chidamli material sifatida volfram asosiy kandidat hisoblanadi. Oho, kelajak materiallari haqida gap ketganda grafenni ham unutmaylik. Grafen mendan olinadi va elektronika hamda nanotexnologiyani tubdan o'zgartirishi mumkin. Global volfram ishlab chiqarish yiliga taxminan 80-90 ming tonna atrofida ekanini bilasizmi o'zi? Grafit ishlab chiqarish esa 1,5 million tonnadan ortiq. Yuqori aniqlikdagi sanoat, masalan chiplar deysizmi yoki aerokosmik texnologiyalarmi, hech biri volframsiz ishlamaydi. Ammo global energetika transformatsiyasi ham grafitsiz ishlamaydi. Menimcha, volfram va grafitni birgalikda qo'llaganda kelajak texnologiyalari uchun juda kuchli kombinatsiya bo'ladi. Menimcha ham kelajak texnologiyalari uchun biz bir-birimizni to'ldiramiz.